toshdim xuloraman. O'rtoq beraman o'sha qarzimni. Qachon bermoqchisan? Ochib turing, o'zim gaplashaman. Qancha qarzi borsanda? $1000. Bo'ldi, 1 oy muhlat ber, soqqa qo'lingda bo'ladi. Va'dani berishga berding. Endi 1 oy ichida shuncha pulni qayerdan topmoqchisan? Muammosi-yu. Yaqinda men qizlar uchun haqiqiy imkoniyat beradigan dastur haqida bildim. Start program. 16 dan 22 yoshgacha bo'lgan qizlar bu dastur orqali o'qishdan o'tib, rasmiy ishga joylashishi va oyiga 860 dan $1780 gacha oylik olishi mumkin. Daji yashash joy, samolyotga bilet va sug'urta ham dasturga kiradi. O'sha yerga borib ishlab, sizga pul jo'natib turaman. Mushigim o'zimmi? Jonim, men keldim. Nima kelishingni aytmading? Vo'xsani uborimni. O'limni hidi kelyapti. Ona qutqaring! Bugun seni onang ham qutqara olmaydi. Endi men, shayqada shayqa, endi men.